Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Qaytish uning huzurigadir. Nafsimizning yomonliklaridan va yomon amallarimizdan undan panoh so'raymiz. Alloh hidoyatga boshlagan kishini hech kim adashtira olmas. Alloh adashtirgan bandani hech kimsa hidoyat qila olmas. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Birdir, tengi va sherigi yo'qdir. Yana guvohlik beramanki, Muhammad uning quli va elchisidir. Ey Allohning bandalari, Allohdan qo'rqishingizni, unga itoat etishingizni vasiyat qilaman. Ehtimol bu sanadan keyin siz bilan bu yerda yana birga bo'la olmasman. Albatta, Alloh taolo qoningiz, molingiz va nomusingizni bir-biringiz uchun mana shu harom, muqaddas shahringiz, tabarruk oyingiz va ulug' ayyomingiz kabi harom, muqaddas ayladi. Mendan keyin bir-biringizning bo'yningizni kesmang. Ushbu vasiyatimni bu yerda bo'lganlar bo'lmaganlarga bildirsin. Balki bildirilgan kishi bu yerda turib eshitgandan ko'ra yaxshiroq tushunar. Xotinlarning haqlariga rioya eting. Ularning haqqi borasida Allohdan qo'rqingiz. Ular sizga Alloh taoloning omonatidir. Sizning xotinlar ustida haqlaringiz bo'lgani kabi ularning ham sizda haqlari bordir. Ularning yeyish va kiyish ehtiyojlarini ta'minlashingiz ularning sizning ustingizdagi haqlaridir. Ayollarga go'zal muomala qiling. Barchangiz odamdansiz, odam esa tuproqdandir. Hech kimning boshqadan ustunligi yo'qdir. Sharaf va ustunlik faqat taqvo bilandir. Musulmonning birodaridir. Sizga omonat qoldiryapman. Unga mahkam bog'lansangiz, hech qachon adashmagaysiz. Bu omonat Allohning kalomi, Qur'ondir. Ey insonlar, Allohga ibodat qiling. 5 vaqt namozingizni ado eting. Robbingizning jannatiga kirasiz. Haddan oshishdan saqlaning. Sizdan oldin o'tganlarning halokatga uchrashlariga dinda haddan oshishlari sabab bo'lgan. Eshitganlaringizni bu yerda bo'lmaganlarga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam so'zlarining oxirida baland ovozda risolatni yetkazdimmi? Ilohiy vazifamni ado etdimmi deb so'radilar. Sahobalar radhiyallohu anhum, ha, Allohga qasamki yetkazdingiz ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam 3 marotaba shohid bo'l ya Robbi, shohid bo'l ya Robbi, shohid bo'l ya Robbi dedilar va quyosh botgunga qadar duo qildilar. Shunda ushbu oyat nozil bo'ldi. Ana endi bugun diningizni kamoliga yetkazdim. Ne'matimni tamom ila berdim va sizlar uchun islomning din bo'lishiga rozi bo'ldim. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu bu oyatni eshitishlari bilan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning vafotlariga ishora ekanini bilib yig'lab yubordilar.